Hozirgi kundagi ayollarning eng katta muammosi bu yuz qurishi va soch to'kilishi. Bu muammolarga Senalive'dan yechim topgan Nigora opaning hikoyasini siz bilan birgalikda eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong, Dilfuzaxon, yaxshimisiz? Charchamay ishlab yuribsizmi? Kollagenlarni ichayapman, alhamdulillah. Yaxshiliklari juda ham ko'p. Qaysi birini sanashni ham bilmayapman. Xudoga shukr. Menga rosa yoqdi. O'sha ikkinchi kun ichib boshlaganimda birdan qanaqadir tetiklashib, yuzlarimda yaltirashlar, ozgina nur paydo bo'ldi-da. Yaltiramay, rosa quruq bo'lib qoldi yuzlarim. Yuzlarim yaltirab, chiroyli bo'lib qoldi. Alhamdulillah. Mana bugun bir hafta bo'ldi roppa-rosa. Taroziga chiqqandim. Rostakasim. Taroziga chiqqanimda 600 gram besim, o'sha 600 gram kamayibdi-da oldingidan. Rosa xursandman, rahmat. Xizmatingizga rozi bo'ling, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringiz rivojini bersin, Xudoyim. Xudo xolisa keyingi oygacha yana pul yig'ib qo'yapman. Keyingi oyda yana olaman. Hozir endi bitta dona olgan edim, keyingi oy yana olaman, Xudo xolisa. Agar sizlarga ham xuddi shunday natijalar kerak bo'lsa, kommentariyaga bir raqamni qoldiring.